Assalamu alaykum qadrli ko'ruvchi do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Dilnur Bekri. Xo'sh, unda diqqatinglar programmamizning yangi mazmunlarida bo'lsin. Qadimiy Yipak yo'lining tuguniga joylashgan Turpan, Jungo bilan G'arb allarini tutashtiradigan vosita bo'lib sifati bilan ayni vaqtda intayin muhim rol o'ynagan. Shundaqla Sharq bilan G'arb o'rtasidagi madaniyat va iqtisod almashtiradigan cho'ng sahnaga aylangan. Mana shu madaniyat markazidan saqlanib qolgan qadimiy izlar shu davr tarixini va madaniyatini tadqiq qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu Şinjandagi eng hayvatlik xotir munar. Bu yer ayni vaqtdagi oliy bilim yurti bo'lgan. Turpandagi Sulaymon Vang munari haqidagi bayonlarimiz diqqatinglarda bo'ladi. Turpan o'ymonlig'i o'ziga xos jo'grafiyalik o'rindan foydalanib, o'z alohidligiga ega madaniyat an'anasini barpo qilgan. Ham har qaysi davrlarga xos tarixiy izlari bilan tadqiqotchilarning diqqatini jalb qilgan. Çin sulasi mezgilidan Turpanda silingan Sulaymon Vang munarı şu vaqtdagi tarixiy pakt sübtida necha 100 yildan beri o'zining aynanligi bilan qad ko'tarib turmoqda. Şinjandagi eng hayvatli xotir munari hisoblangan Sulaymon Vang munari 18-asrning o'rtalarida, ya'ni 1777-yillari Turpan Vangi Imin Xo'ja tomonidan bino qilingan. Bu munarningki shahar bilan bo'lgan araligi 2 kilometr keladi. Bu munar Uyg'ur binokorlik san'atini tadqiq qilishda nihoyatda qimmatli material bo'lib hisoblanadi. Sulaymon Vang munari Turpan shahridagi islom dinining mashhur masjidi. Yana u Imin Xo'ja munari deb ataladi. U Turpan shahrining sharqi janubiga joylashgan. 18-asrning o'rtalarida Turpan Vangi Imin Xo'ja Qing sulasi podshohining shafqatiga minnatdorligini bildirish uchun soldirgan bo'lib, munar putmay turib Imin Xo'ja olamdan o'tgan. Keyin uning o'g'li Sulaymon Chenloning 43-yili, ya'ni 1778-yili bu munarni puttirgan. Shuning bilan Sulaymon Vang munari deb atalgan. Bütün qurilish qishda qo'pirilgan munar, xoniqa va darvoza pashtiqidan tashkil topgan. Bizning bu hozir kirganimiz alımda shu munarningki qaysi qismi? Hozir biz kirganimiz naq shu Sulaymon Vang munarininki aldı işi, aldı koğuqı. Bu koğuqı şərqə qarab durdu. Biz bunun işi kirgenden keyin dal şu g'arbga qarab kiramiz. Bu yerda hozir munarning ust tarafiga chiqib bo'lgan Palanpiva tarafga o'tkil bo'lgan arliq mushu shunaqmi? Bo'ladi. Bu yer mana dal mushu yerninki bir 30 zal deymiz. 30 zal. Buningdan bizningki sol tarafga qaralsak dal mana shu Sulaymon Vang munarininki eng ustdagi pallasiga chiqqili bo'ladi. Ama ya'niki yasalishmi bir xil o'zgacha yasalganmi nima bu? Bundaq mihrab shaklda yasalgan, lekin to'riklar qo'yilgan, usti jumla holatdagi shunaqmi? Bu bir islom binokorligining alohidligi. Bo'lib islom ellərdə butunlay shundoq bo'ladiki. Chunki bu bizningki Sulaymon Vang munari İslam dinininki bir quruluş uslubi bo'lg'ashqa bizningki mo'shuning o'xshash mana usti yumaloq gumbaz shaklda atrofida butunlay darizlarni qo'ygan yo'ruq har qanday vaqtda yo'ruq tushib turadigan buning ichine yo'ruq azodi bo'lgan mana shunday bir qurilish uslubini kesib qolganki bu yerdami shuning o'xshash shu qurilish uslubini qo'llangan. Bu ishikninki o'ng tarafida Sulaymon Vang o'zi mush munarni yastish jarayonida ishlatgan ba'zi ahvollarni shu yerga maxsus tosh obida qilib o'ydirgan. Bir tarafi Xanzu yezigida, yana bir tarafi o'z vaqtidagi ko'n Uyg'ur yezigi, Chağatay yezigida yozilgan
xatirələr var. Endi hozir biz sol tarafga qaralsak, del taş abidba tarafga boramiz. Bu taş abidiga xatirlangan xatlarning asosiy mazmuni shu Sulaymon Vangninki o'z vaqtida Çin hakimiyetiga qandaq maslashganligi, munarni qurish jarayonida qanchalik iqtisod tashlaganligi qatorliq ahvollar xotirlangan. Oyoq tarafdan munarga chiqadigan Dal mana shu eshik bizning shu munaning shu ustigichilik chiqqili bo'lgan eshik. Bu munaning ichida burmisiman 72 palampay bor. Shu palampayni cho'gilab yurib, o'tturdiki g'ol to'yrikni yaqilab ustiga davomli o'rligili bo'ladi, ham ustiga chiqqili bo'ladi. Bu munarni yasashda buning hech qanday to'mir va boshqa bir narsa ishlatmagan. Munarni yasib bo'lgandan keyinmi nurg'un qitim turpan yetavergan ahvollar bo'lgan. Lekin bu munar yana mazmut turgan. Chunki buningki har bir palampayda yog'ochni mana o'ttir to'rik bilan cho'lishdagi tamga tutashtirgan. Shu yog'ochlar ehtimol asosiy rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Bu yog'ochlar bir tarafdan palampayninki buzilishining oldini oladi. Yana bir tarafdan shu muqimlikni chin saqlab turgan. Shunday bo'lg'achqa munata hozirgacha qad ko'tarib turgan. Munarning yan tarbiga tutash selingan xoniqa 9 bölümə kenglikdə. İşikdən төргічə 11 bölümə uzunluqda bo'lib, çaz şəkildə tüz özlük qilib selingan. Biroq mihrabning ustiga qubba chiqarilgan. Xoniqa zali bilan yan namozxonalar mihrab simon ishiklar orqali tutashtirilgan. Bu asosliqi masjid. Nurg'un odam kelib bu yerda namoz o'taydi. Buning hech qanday o'zgartish kirgizmadik. Chunki 1777-yili Imam Wang mana shundaq bir turpan bo'yicha o'rni bir qadar igiz bo'lgan yer shaklini tanlab, shu munani sağg'izgan. O'z vaqtida bizningki hisoblab ko'rishimizcha, bu munaninki o'ng, so'l, sharq, g'arb, shimol, janub taraflarini o'lchab ko'rganimizda 25 mo'dan 35 mo'g'ichilik yer bo'lgan. Ayni vaqtda shu munani soldurgan vaqtda shu munaga ishlatgan to'yriklar hammasi shu. Agar shu munalarningki shu to'yriklar bo'lmasa, mana shu cho'ng zalninki shundaq tartibda o'rnatilishi mumkin emas. Chunki bu shu to'yriklar munaninki hem retlik bo'lishda, hem chidamchanlikni oshirishda ajoyib muhim rollarni o'ynagan. O'tirdagi cho'ng ishik 4 burjak shaklda. İşçiga kirgan yerda qubba o'zlik cho'ng zal bo'lib, udul masa cho'ng namozxonaga kirgili. Solg'i masa munar eg'iziga chiqilib bo'ladi. Mav hozirgi palampay shu munarning ustiga chiqib bo'lgan palampay shumi? Bu mushadagi munarning yan tarafdagi mechitning ustidagi pashtaq azam tavlashtiradigan pashtaq chiqishdagi palampay hisoblanadi. Bu keyingi masalalar sebebidan bu shu burunqi shu munar bino bo'lgandan tortib keyin mechit qurildi, mechit yozilib bo'lgan ekanlar. Shu loyiha bilan davomli shu o'zining asli qiyofatini saqlab kelgan. Burundilli bor palampay. Hozir bu yerdan biz munarninki usti tarafiga chiqolmaymiz. Bevos chiqolmaymiz. Pashtaqdan chiqib ikkinchi pashtaqdan uchinchi aylan pashtaq chiqqandan keyin biz munarning ustidagi shu tikotmon shaklidagi o'g'isining umumiy ko'rinishini ko'ra olamiz. Shundaqla buning atrofidagi shu qo'shimcha qurilmalarni ko'ra olamiz. Shundaqla bu yerga chiqqandan keyin texmi eng yaqin doirada bu munarning sirtqi qismidagi qurilmasi hatto bu tegidagi markaziy aylanmasining qishlarning quyilish alayligidan tortib ustiga chiqqan laylangan eng yangi hunar shu qurilish laylanish san'atini bila olamiz. Chunki buningda biz qancha yaqin orliq turib bu munarni kuzatsak, bu munarda shakllangan, ifodalangan bu bir xil san'at estetikasini biz his qila olamiz.
Munarning yan tarafiga silingan jamianing yan va usti qurilmasimi o'zgacha bo'lib, uning binokorlik san'ati va uslubini Jungo islom binokorligidagi bir namuna deyishga bo'ladi. Jamianing usti qurilmasidan qaraganda 48 gumbazni nihoyatda aniq ko'rgili bo'ladi. Bu jami ayni vaqtdagi yuqori martabalik oliy bilim yurti bo'lish afzalligi bilan shu vaqtdagi Turpan diyoridagi ziyolilar qatlamidagilarni tarbiyalaydigan oliy bilim yurti bo'lib qolgan. Buning ustini biz ko'rish jarayonida shuni his qilamizki, shuni bayqalaymiz. Bu munarning o'g'is qismidan biz uning ikki tik to'tma shaklli markazi o'rniki ikki tarafiga nazar bildirsak, bu yerda shu ustidimi xuddi ikki tarafda nihoyatda apchillik bilan nihoyat inchiklik bilan o'rlashtirilgan gumbazlarni ko'ra olamiz. Bu gumbazlar shimol taraf, janub tarafda bo'lib joylashgan. Shimol tarafda 22 dona, janub tarafda 22 dona, shu sharq tarafdagisi bilan g'arb tarafdagisi cho'ng gumbazlarni qo'shganda umumiy soni 48 donaga yetadi. Bularda shundoq bir xil o'zaro bir xil simmetrik qisman osti qismini kuzasak bir xil simmetrik tuyg'u bera olgan. Ust qismini kuzasak bu gumbazlarning bir xil markaziy siziq liniyani bo'ylab laylanganligini his qila olamiz. Qavatma-qavat az-azdan silingan bu munar lunqsimon shaklda bo'lib, o'ttirsida uyul to'riga bor. Munar ichidan 72 bosqichliq peshtax bo'lib, peshtax orqali munarning cho'qqisigacha chiqib bo'ladi. Munar butunlay xishdan qo'pirilgan bo'lib, munarning o'xshamagan taraflaridan egizligi har xil bo'lgan, yo'riqliq tushadigan va havo o'tishib turadigan 14 darisi bor. Uyg'ur binokorligi hayvatligi bilan emas, balki nafs go'zalligi bilan kishilarni to'liq jalb qiladi. Uyg'ur binokorligidagi naqsh san'atida xish qurilmalik naqshlar alohida ko'zga chaliqadi. Bu xish qurilmalik naqshni biz mana ko'rib turayotgan Sulaymon Vang munardan texmi aniq his qila olamiz. Ya'ni bu munarninki ostidan ustigacha bo'lgan oraliqda jami 15 xildan ortiq geometrik shakl bir-biriga ko'rkam qilib jipslashtirilgan bo'lib, bu munarning texmi ko'rkam, nafis ham chiroyliligini texmi oshirgan. Bu biz 18-asrdan ta bugungi kungacha yetib kelgan Uyg'ur binokorligidagi yirik bir namoyanda deb qarashga bo'ladi. Munar ichiga biror ul tosh qo'yilmagan, yog'ochmi ishlatilmagan. Butunlay xish bilan qo'pirilgan uyul to'rik munarning barliq eg'irligini ko'tarib turdi. Oddiy va ko'rkam qilib silingan bu munar islom dini va Uyg'ur binokorligining uslubini namoyon qilib beradi. Hozir biz ko'rayotgan shu Sulaymon Vang munariniki egizligi 37 metr. Osti qismining diametri 11 metr. Üst qismining eng üst qismining diametri esa 2 metr 70 santa keldi. Hamda asos qismidagi buning markaziy uludan ustigacha bo'lgan qurilish uslubi bo'lsa, osti qismi kengroq, üst qismiga qancha usti egizilgan sari tarib berishdek buning mustahkam chidamli qurilishini yuqori ko'tarish uchun ostini kengri, ustini tarlashtirib, buni kunusmon holatda laylagan. Munarning markaz to'rik bilan yo munarning sirtqi temining o'tirsig'a 72 qavat palampaysimon tatma laylangan. Birinchi shu asosiy ul qismidagi tatmaning egizligi 1 metr o'lchasi bo'lib, ustiga jamashgan sari bu palampaysimon tatmaning egizligi aziyib mangadi. Eng ustiga chiqqanda bu palampaysimon tatma 50 santa o'lchasida qoldi. Bunday bo'lishning sabab munarning shu markaziy to'rigi bilan asosiy temini jipslashtirish roli yuqori ko'tarilgan. Nurg'un bo'ron chapqunni beshdan o'tkazgan Sulaymon Xo'ja Munari Emin Xo'ja jamiyatining vatanning birligini qo'g'diganligidek tarixiy to'kpisining bir shahidi. Bu munar hozirgacha ko'p qatim remont qilingan bo'lib, avtonom rayonimiz bo'yicha nuqtaliq qo'g'diladigan madaniyat yodikorlik o'rni. Shundaqla u Turbandagi muhim sayli sayohat nuqtasi.
xish bilan naqsh chiqarish jihatdan davlatimizning binokorlik tarixidagi mo'jiz hisoblanadigan bu munar yaqinqi davr binokorlik texnikasining taraqqiyotida zarur tadqiq qilinish qimmati bilan afzallikka ega. Biz bu munarning ust qismidagi qishdan paylanib ishlangan har xil gulnusxonaga nazarimizga olsak, bularda bir xil tashishlikni bo'ylab shu markaziy aylanma munarning markaziy yo'nalishda aylanishini markaz qilib laylanganligini his qila olamiz. Bo'libmi munarning asti qismidan tutib buning o'ttira yuqori qismiga kelgandan boshlab bu har xil geometrik shakllar hosil bo'ldi. Masalan, buning asti qismida har xil katakchisimon bir xil qurilmalarning har xil gulnusxalarning o'yilganligi. Katakchisimon qurilish degan ekan ustki qismi har xil to'lqinsimon gulnusxalarning borligi. Hatto ustiga qilsak o'zaro kesishib ketgan katakchisimon hamda har xil tuglash shaklli gulnusxalarning borligini his qila olamiz. Biz hozir munarniki asos gavdasini hozir remote qilmagan bo'lsakmi, uning atrofidagi shu qurilmalarga nisbatan keng doirada shu sirtqi qismidagi mustahkamlash qurilishini tamomlab bo'ldik. Biz hozir shu davlat madaniy ixtiyori tasdiqlagan 2014-yil 4-24 kun boshlab munarning asos qo'g'inish balbig'i ichidagi shu qo'g'dash, mudofialanish shu uskunlarni yaxshilash turini boshladik. Bu qurilish tamomlansa, munarning shu texmo keng doirada shu qo'g'dash qurilishi kuchaytirildi. Sulaymon Vang munari avtonom rayonimizdan saqlanib qolgan birdan-bir xotir munar. Bu munar orqali biz davlatimizning ayni vaqtdagi tarixini tushuna olamiz. Ham binokorlik texnikasi jihatdagi afzalligini bugungi zamon binokorlik san'atimiz uchun xizmat qildira olamiz. Ayni vaqtdagi madaniyat va iqtisod markazi bo'lgan Turpan degani qandoq tarixiy izlaba? Programmamizning keyingi soniga davomli diqqat qilgaysizlar. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar soni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.